hammomni proyekti o'zgargan. Hammom proyekti o'zgargan. Oldin dush tubiga mana bu eshik bo'lmagan, dush tubiga plani bo'lgan. Endi hozir bega dushimiz bu tarafga o'tyapti. Keyin ish jarayonidan videosini qo'yib boraman. Oldin devorga chektiradigan smesителimiz bo'ladi. Bega installyatsiya unitaz. Bega ikkitalik kir mashina quritadigan bilan o'rtaga so'shilkamiz bo'ladi. Polimizni polni olib tashlab tashqaridan qilamiz. Topli polimiz. Rakina ham ishiga rejetga bo'ladi. Hammomizdan yarim chala holatda hali kir mashinaga ixtlanib chiqib ketganmiz. Bega so'shilka bo'ladi, hali qilmadik. Apsi devordan chiqaradimi, yo'qmi shuni hal qilamiz. Installyatsiyamizni xotirib oldik, suvlarini ko'rinishli holatda. Rakvinamizni ham sal ko'tardik, pertelka qildik. Trapni tagiga qo'yamiz, o'rtaga emas, rakvinani tagiga. Bega mana devorlar ichiga turadigan smesитель. Olasa bu ham pash tayyor, tepasini ham chiqarib qotirib qo'ysak, bunimiz tayyor bo'ladi kafilga. O'zim belgilari bor. Bega yegenetskiy smesитель. Bu ham qotirishga tayyor. Shu holatda men ham keyin ko'rsataman. Qotirgandan keyin. Hozircha shunday. Poligrafga qilishga udobniy ekan, mana shunday qilsa.